Katta oilaga tushgan kelin-poshshalar yaqinroq kelinglar. Uyingizdagilardan ortib qo'shnilaringizgacha yetadigan kattagina barakali bir list shirinlik tayyorlaymiz. Aynan mana shu avtorskiy retseptimdan tayyorlasangiz, ko'rishlaringiz biskvitdan mayin, sochni yumshoqqina chiqadi. Bu ko'rishlarni umuman propitka qilish shart emas. 2 porsiyalik masalliqni bitta katta idishga solib tayyorlab olamiz. Tayyor massani teng 2 ga bo'lib, sariyog' surilgan listda birinma-ketin pishirib olamiz. Bu ko'rishlarga qaymoqli krem ham, sariyog'li krem ham bittada tushadi. Muzdekina qaymoq va muzdekina mashil qizg'ushonkalarni yaxshilab mikser qilamiz. Krem birinchi suyuladi. Hech ham xavotir olmang. Mikser qilishda davom etsangiz, xuddi shunaqa quyuqqina bo'ladi. Ikkita ko'rishni ham chekkalarini tekis qilib kesib olamiz. Birinchi ko'rish ustidan hamma kremni solib tekislab, ikkinchi ko'rishni yopamiz. Oddiy va oson ganash tayyorlash uchun sariyog'ni eritamiz va xona haroratida turgan sgushonka bilan kakao solib, yana yaxshilab aralashtiramiz. Massamiz silliq holatga kelganda pirojni ustidan quyib tekislab olamiz. Aynan shu ko'rinishda bezatib, bemalol sotib daromad qilsangiz ham bo'ladi. Retsept manfaatli bo'lsa, like bosib albatta saqlab oling va katta oilali dugonangizga albatta jo'natib qo'ying.